86 kvadratli polnoценный 3 xonali kvartiramiz birinchi qavatdan vokzal territoriyasidan sotuvga chiqyapti. Bizlar turgan joy mehmonxona. Ko'rishlaringizdek chiroyli remont qilingan atachento, parda, gilam, televizor, chiroyli lustra ilib qo'yganlar va gilamlar ham to'shalgan. Ana endi boshxonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bu yerda bizlarda koridor qismi joylashgan, mana bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan do'stlar. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan, kuxonniy garnitur va kerakli jihozlar o'rnatilgan kvartiramizda. Mana bu yerda esa bizlarda sanuzul kvartiramizda ikkita sanuzul joylashgan, razdelni bo'lyapti. Bu yerda unitaz bilan rakina joylashgan bo'lsa agar, mana bu yerda esa dushovaya kabina, rakina qilingan. Bundan tashqari stiralniy mashinka uchun ham joy qo'yib o'tilgan. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasida kravat, tumbuchka, terimo va shifonyer o'rnatilgan. Neoklassika stilda remont qilingan. Bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilganlar. O'tirish uchun stul qo'yilgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bolalar yotoqxonasidan ikkita kravat, shifonyerlar o'rnatilgan. Kvadrati 86 kvadrat, 7 qavatdan birinchi qavatda joylashgan. Narxini 113 ming deyaptilar. Yana savdosi bor, kimga qiziq bo'lsa agar telefon qilinglar. Yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.